Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Xo'sh, akfa, alyumin hamda plastmassa profiliga eshik rom tayyorlaganmiz. Bahorasi shartlangan to'qilgan. Juda go'zal holatda chiqdi. Romimiz akfa plastdan shartlangan to'qilgan. Eshigimiz alyumin profilidan, balkon profildan bo'lgan. Balkon profilimiz katta bo'ladi. 100 kela bo'ladi. Unaqasidan qo'yganmiz oldin ham. Xo'sh, bu ishimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga qo'ydik. Akamiz aytdi, "Glavniy eshik ekan u. Hamma joyini balkon profil qilib bering" dedi. Hamma joyini faqatgina pastini oddiy profil qilganmiz. Ostona kirishni qo'ygan hamma joyini katta profildan qilib berganmiz. Xudo xohlasa juda go'zal holatda chiqdi. Choklari ham o'ta go'zal holatda. Hamma yo'q ruchkalari original, har doimgidek ligrovkalari o'ta mo'tadil holatda chiqdi. Hozir eshikni ko'rinishi ham juda boshqacha, odamni o'ziga tortadigan bo'ldi. Shartlangan go'zal holatda. Romimiz двойной откройной, ikki tomonlama ochilgan, oynasi seriyaga oq bo'lgan. Ichki tomonlarda ham eshik qo'yganmiz. Eshik hamda romlari bor. Xo'sh, bu eshigimiz ham balkon profildan bo'lgan. Chekalari kichkinadan, qanotlari balkon profildan. O'ta go'zal holatda. Ligrovkalari notdek odamni. Choklari hammasi o'ta go'zal holatda kelgan. Xudo xolasa uyaltirmaydigan holatda. Hamma choklari zo'r. Eshikda o'ziga ham bir baho berasizlar. Ishimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. 3 ta eshik bor, bunaqa bir qanotli eshik. Splashnoy bo'lgan. Bu joyda ham bor. Eshigimiz. Xo'sh, hamda romlarimiz bor. Orqa tomonga oqidan qilib bering dedi. Oqlarini akfa plast, bu ham ikki tomonlama ochiladi, двойной откройной. Pullari 1.900.000 so'm chiqyapti. 1 million so'm, 900.000 so'm, shunaqa kvadratlari. Padakonniylari bilan birgalikda двойной откройной. Forchga qilib qo'ysa ham bo'ladi, mana havo aylantirgani. Oqlari shunaqa narxda. Oynasi 2 qavat bo'lgan, seriyaga oq. Tashqaridan ichkaridan bemalol ko'rinadi, tashqaridan qaraganda ko'rinmaydi, tonirovkali oyna. Xo'sh. Bu tomonda aytib o'tilgandek 106 rangga bo'lgan, o'qri asmal rangi, bu ham двойной откройной. Bu ranglarimiz 1.100.000, 1.200.000 dan chiqyapti. Xudo xolasa bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab dastlabki ustanobga padakoniylar bilan birgalikda. Xo'sh, alyumin eshiklarimiz kvadratlari har xil. 600.000, 650.000 kvadrat. Agar katta bo'ladigan bo'lsa, joyi 550.000 dan ham chiqaveradi. İşimiz yoqqan bo'lsa like bosinglar. Xudo xolasa. Rahmat katta hammaga. Assalomu alaykum.